Choyxonalarda qilinadigan dung'aza taomini bugun birgalikda tayyorlaymiz. Ishoninglar, buni qilib berganinglardan keyin uyingizdagi erkaklar ham choyxonadagini emas, aynan siz tayyorlab berganingizda yeyishni xohlab qolishadi. Ishimizni mol-dumini kesib olishdan boshlaymiz. Aniq joyidan kessanglar, har bir bitta bo'lagi shunaqa alohida bo'lib chiqadi. Dung'azani tepa tarafidagi yog'larini to'liq olib tashlashlikni maslahat beraman. O'ta darajada yog'li bo'lib ketishi mumkin. Kesilgan dung'azalarni qozonimizga bir tekisda joylab olamiz. Tuz va go'sht uchun mo'ljallangan pripravkalarni ham qo'shib olamiz. Qo'ylarga ko'ra lavravilit sosinglar ham bo'ladi. Ana endi qozonni gazga qo'yib, go'shtlarni ustidan yog' va ko'mguncha suv quyamiz va past olovda yumshoq bo'lib pishguncha 1,5-2 soatga dimlaymiz. Orada suv kamayib qolsa, suv quyib turishinglar mumkin. Dimlanib pishgan go'shtlarimiz ustidan yog'da usti qizartirib qovurib olingan kartoshka va mayda to'g'ralgan piyozlarni qo'shib, kartoshkalarimiz pishguncha yana dimlab olamiz. Qarabsizlarki, shunaqa shirali va mazali koni foyda taomimiz ham tayyor. Retsept yoqqan bo'lsa, like bosishni va izohlarda o'z fikrlarini qoldirishni unutmanglar. Videoni esa har xil delikates ovqatlarni yoqtiradigan do'stinglarga yuborib qo'yinglar va yo'qotib qo'ymasligi uchun o'zingizlarga ham saqlab oling. Va bu dung'aza ovqatini bir marta bo'lsa ham tayyorlab yeb qo'ying. Hali ham meni kanalimga obuna bo'lmagan bo'lsanglar, tez ulanib olinglar. Hali bundan ham yaxshi va bir-biridan foydali ovqatlarni birgalikda tayyorlaymiz. Agar yana ishtahalarni ochgan bo'lsam, Qo'qonlik kelinim qaytdi deb olmaliqqa kelaveringlar. Hammaga yoqimli ishtaha.